Hürmetli vatandaş, bugünkü muhakememizni başlaymiz. Leksiyemizni başlaymiz. Leksiyede Sıdaqacı Ruzi Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islah hürmetli vatandaş, 2023 yıl 9. ayının 24. günü heptigi yakşembe. Uyghur tilida çaq-çaq ve yaki hazilge, yaki özara paranlarda şeker şembe, şeker yakşembe deydiğen şundaq bir sözler buladigan vatanda şundaq deyişetdik vatandaşları. Endilikde biz hazır G'arb dünyasida yaşavatımız, Amerika'da, Angliyada, Germaniyada, Kanada'da degendek. Yana başka Asya devletleri, Avustralya'da yaşavatımız. Biz Uygur'un hürlüge, azatlığı üçün küreş kılıvatımız. Her kaysımız öz aldığımız, öz sipimizde, yüzümüzden koludan kilidağın dairde. Küreş kılıvatımız vatandaşım. Minin şeker, şembe, şeker, yekşembe deginim. Men ötken hep 19. ay, 19. sentabr, yak 19. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'da umumi yığında Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden nutuk sözlegenden keyin yaki şu günün özü degeni okşaşlı degidek. O'rta Asya'dan yetip kelgen 5 devletning rahbarlarini qabul qildi ve görüştü. Görüşüş meydanida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken hamroh bo'ldi. Bu katta görüşüş, katta suhbat vatandaş, xuddi prezident Joe Biden o'zi aytgandek tarixda bir ahamiyatli kun yoki ahamiyatli bir payt. Biz bu nokta yani qanday fikir qilamiz? Masalan, şu 2,5 yıl, 3 yıl mabeynida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden hükümeti bütün dünyani, evvel Avrupa'dan başlap, ondan keyin Asya, ondan Janubi Asya'daki Hindistan devleti, ondan keyin en ahiri degidek, avvala nima, şu qatorda Janubi Sharq, Janubi Asya, en ahiri degidek Vietnam'ni ziyaret qilib, bütün dünyanın asas jihatdan ittifoqlashtirib bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bütün dünyanı ittifoqlashtirib bo'ldi. Bir maqsad dunyoviy demokratiyani qo'g'dash. Bir maqsad prinsipni asas qilgan xalqaro tartibni qo'g'dash. Bir maqsad dunyoning iqtisodiy taraqqiyotini qo'g'dash ve iqtisodiy zo'ravonlikqa qarshi turish. Mana mushu maqsad, mushuni maqsad qiladigan kishilik huquqni qo'g'dashni asosli maqsad qiladi. Mushu asosda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bütün dünyani bir taraf faqat O'rta Osiyo ish qilgan edi. Bütün dünyani ittifoqlashtirib bo'ldi. Masalan, alayli Vietnam bilen Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabati xuddi Rossiya bilen Amerika Qo'shma Shtatlari munosabati, xuddi Jungo bilen Amerika Qo'shma Shtatlari munosabati, ya'ni cho'ng davlatlar munosabati darajalik munosabatlar desiga Vietnam Amerika munosabati şu darajaga yetib keldi. Anglaymiz ki hozir kelar yilda yoki mush yilning oxiridan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Vietnamga Amerikaning eng ilg'or harbiy qurol yaroqlarini sotib berish kelishimi imzolaydi ekan vatandaş. Bunun içinde F-16 Vietnamga yetib boradi degan gap, F-16 Jungo chegarasiga yetib boradi degan gap, Araliqda Tayvanga shundaq F-16 harbiy kurash aeroplan setib bergan bir xabar kelgan edi, lekin sizlar yetkazolmay, vaqtim yetmay ketib qoldi. Shuningdan aytganda F-16 Tayvanga, F-16 Vietnamga. Endi nima qoldi? Endi qo'yib turayli, buni mushu joyda qo'yib turayli. Uzun vaqtlardan beri Amerika Qo'shma Shtatlari
O'rta Osiyoga ko'ngil bo'lmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari O'rta Osiyoga sal qarab otamdi. Amerika Qo'shma Shtatlari O'rta Osiyoga kirmamdi. Bunda sözler torbetleri talay-qatim sözlendi. Mana endi Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati, Prezident Joe Biden hukumatining tashqi siyosati bugun O'rta Osiyoga kirib keldi. Vatandosh, tabriklaymiz, qo'llaymiz, alqishlaymiz. O'rta Osiyoning yangi hayoti boshlandi. İşinimizki Uyg'uristonning yangi hayoti boshlanadi. İşinimizki Uyg'uristonning yangi hayoti boshlanadi. Chunki O'rta Osiyoning yangi hayoti boshlanishini ehtimol O'rta Osiyoning bir bo'lagidagi Uyg'uriston masalasi keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Masalan, shundoq deyishga haqqimiz borki, bu 10-20 yildan bir Amerika Qo'shma Shtatlari O'rta Osiyoda Uyg'uriston va Uyg'urning kishilik huquqiga ko'ngil bo'lib keldi. Bugun oqibatda butun O'rta Osiyoga diqqat qilishdan iborat Amerika Qo'shma Shtatlarining bu buyuk siyosatining o'ttirg'i chiqishiga Uyg'uriston fojialari, Uyg'uriston kishilik huquq masalasi, Uyg'uristonda Uyg'ur qirg'inchiligi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo'q deb istisno qila olmaymiz vatandoshim. Tarix shu. Bugun Prezident Joe Biden shundoq dediki, O'rta Osiyodagi 5 davlat, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmeniston, Tojikiston davlat boshliqlarini qabul qilib va ko'rishib, ular bilan suhbatlashib, bu intayin zo'r tarixiy ahamiyatga ega bir payt deb Prezident Joe Biden o'z og'zidan chiqadi. Hurmatli vatandosh, o'z og'zidan shundoq dedi: Rossiya O'rta Osiyoning bir bo'lagiga g'arb tarafiga hukmronlik qilib keldi. Padişah Nikolay 1853-50 yıllarda Sevastopol'da mağlup olup Türkiye, Fransa, Angliya Antantaga karşı mağlup olup o endi öç almakçı olup Çar Rusiya armiyasını O'rta Osiyoga tartib keldi. O'rta Osiyoning o tarafini yoki g'arb tarafini besib oldi. Mustamlika qildi taki 1991-yilgacha. Fursatdan foydalangan Xitoy hukumati ham shundoq Shanxay inqilobi portildi. Shanxay inqilobida Xitoy Manjularning milliy hukmronligini ag'dirdi. Tibet bo'yicha kelib qoldi. Uyg'urlar qo'zg'olon ko'tardi, namoyish ko'tardi, temir xalpa o'ttirg'i chiqdi, lekin bostirildi. Buni balki Chorvasiyaning yordam qo'li bo'lishi mumkin, xuddi Yangizinshinga Hava armiyasi avatib yordam bergandek, shu vaqtda yordam berib, Chorvasiya temir xalpa qo'zg'olonini bostirdi. U mustamlika peticha qilaverdi, Uyg'uriston, Tibet ham mustamlika peticha qilaverdi. Keyin Shanxay inqilobidan keyin bu o'lkalarga Xitoy egidarchilik qilmoqchi bo'ldi. Shundaqda kechikib qoldi. Masalan, Kuomintangning muntazam armiyasi 1941-yili Uyg'uristonga tajovuz qilib kirdi vatandosh. Shunchalik shu vaqt 41-yili Uyg'uristonga tajovuz qilib kirdi vatandosh. Ishlar mana shundoq jarayon bugun endi kelmas. Uyg'uriston ya'ni ikkinchi qadamda, birinchi qadamda Xitoyning Kuomintang Jangjashi partiyasiga milliy mustamlika bo'lib qolgan bo'lsa, ikkinchi qadamda Jungo Kompartiyasi yoki Xitoyning Jungo Kompartiyasiga milliy mustamlika bo'lib qoldi. Masalan, Stalin mustamlika qilib berdi vatandosh. Tarixiy jarayon shu. Endilikda O'rta Osiyo shungacha bo'lgan arliqda Rossiya jahongirligi bilan Jungo jahongirligi o'rtasida paymal qiladigan, dafsanda qiladigan milliy zulm va mustamlika siyosati bilan bu el O'rta Osiyo xalqlarini qirg'in qiladigan, bostiradigan, bugun nima banditlarga qarshi turish, atinimi 37-yildagidek ishga tozalash, ya'ni nima?
Moşunda türlük sebepler bilen bu tarafta Uyguristan'da bastırış, Xitayning bastırışı, bu tarafta O'rta Asiyada Rusya, Çar Rusya ve keyin Bolşevik partisining bastırışı. Tarixning fojialari şu davrda tarixning fojialari düğülenip ketip ketken iritkili bo'lmaydigan darajaga yetganda yana G'arb dunyosi sovuq munosabatlar urushi bilan Rossiyani mag'lub qilib, Rossiya Sovetlar ittifoqini mag'lub qilib 1991-yildan boshlab bu 5 davlat O'rta Osiyoda mustaqilligini Jakarta e'lon qildi. Hozirgacha asos jihatdan aytganda bu 5 davlat O'rta Osiyoda aminlik ichida, xotirjamlik ichida o'zining g'ururlanish, o'zining davlatidan faxrlanish, o'zining milliy kimligini tepib olish, izlab olish, milliy kimligini aniqlash va e'tirof qilish va e'tirof qildirish, shundaqla milliy ongning o'zini tonishi, milliy ruhning o'zini tonishi, o'zbekni o'zbek deb, qirg'izni qirg'iz deb, qozoqni qozoq deb o'zini tonishi. Bu milliy ongning O'rta Osiyodagi uyg'onishi va milliy ongning O'rta Osiyodagi taraqqiyoti bugun dunyoga savol nazari bilan qarab turganda, masalan, shungacha Rossiya O'rta Osiyodan ta'siri kuchini olib chiqib ketgani yo'q. Onun askeri qismlari Tojikistonda harbiy baza turibdi. Uning tashqi siyosati hozirgacha O'rta Osiyoga ta'sir ko'rsatib turibdi va O'rta Osiyo davlatlari taki bugungacha hech qachon mustaqil tashqi siyosat va diplomatiya siyosatiga erishganligi yo'q. Bugun boshlandi. 19-sentabr Amerika Qo'shma Shtatlari New York shahar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining shtabida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden, davlat ishlar kotibi Antony Blinken 5 davlat O'rta Osiyodagi 5 davlat boshliqlari bilan ko'rishdi. Bugun O'rta Osiyoning yangi hayoti boshlandi. O iqtisodiy jihatda qad ko'taradigan yangi hayot, o diplomatiya sohasida mustaqil siyosat yurgizadigan yangi hayot, o xalqaro hamkorlik, masalan, eng muhimi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan xalqaro hamkorlikni qo'lga keltiradigan yangi hayot boshlandi ya vatandosh, boshlandi. Qarab turing ha. Mutaxassislar New York'ta açılgan 5+1, C5+1, yani C5+1 yığını O'rta Osiyo davlatlari ve Amerika için tarihi ahamiyatga ega deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 2023-yil 9-oyning 21-kuni Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur til gruppasida e'lon qilindi. Xabarni radioning muxbiri Uyg'ur tayyorladi. Ben bu haberini demiş, yakshanba gelip kaldım, başta ettim. Şeker yakshanba. De muhakeme kılımız. Vatandaşlarla muhakeme kılımız. Bugün tuyuksuz halde demeyli veya ki tarihi şarayet pişip yetilgen ehval asada Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden'ning tashqi siyosati O'rta Osiyoga qadam qo'ydi, qadam tashladı. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyo siyosat davri boshlandi. O'rta Osiyoning yangi hayot davri boshlandi vatandosh. Masalan, şu yig'inda prezident Joe Biden bunday ko'rsatdi. Meningcha bu bir tarixiy payt. Haqiqatan shunday tarixiy payt. Zamonlarni elib kelib bir makonga jamlasak, buning ismi O'rta Osiyo deyli. Zamanlarni buron chapqinlarni yig'ib kelib bir makonga jamlasak, buning o'zi O'rta Osiyo deyli. Bugun endi shu tarixning yangi payti, masalan, javr jafolarni inkor qilish va tarixdagi buron chapqinlardan xulosa chiqarish davri. Endilikda yangi asr, 21-asrda Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati va davlat siyosati O'rta Osiyoga kirib keldi. Shunga prezident Joe Biden dediki, bu intayin bir tarixiy payt. Tarixiy payt dedi. Biz dedi, O'rta Osiyo bilan uzundan buyon
quyuq hamkorlik munosabati barpo qildik. Başta aytdik-ku, Amerika ko'ngil bölmemdi, ko'ngil bölmemdi, undaq emas. Amerika buzul kesil O'rta Osiyoni tashlab etgan emas. Amerika Afg'onistonda turgandimi, yana o'xshashli O'rta Osiyoda turgan bo'lib hisoblanadi vatandosh. Amerikaning O'rta Osiyoda turishi va Afg'onistonda turishimi o'xshashli O'rta Osiyoning hayotiga, turmushiga, uning kundalik hayotiga ta'sir ko'rsatadigan bir kuch edi vatandosh. Shunga prezident Joe Biden nima deydi? Biz uzundan buyon quyuq hamkorlik munosabati barpo qildik. Bizning hamkorligimiz O'rta Osiyo jumhuriyatlarining egenlik huquqi, mustaqilligi va zamin butunligining qo'g'dilishi uchun bergan va'dalarimiz va prinsiplarimiz asosida taraqqiy qildi. Menimcha bu prinsiplar hozir ilgirki har qanday vaqtdan bak muhim. Demak, O'rta Osiyoga kirish prinsipi O'rta Osiyoda Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosat prinsiplarini ijro qilish, bu burungi vaqtga solish desanmi hozir intayin muhim, bak muhim. Bugun biz hamkorligimizni, yani Amerika O'rta Osiyo hamkorligini yangi pallaga ko'tardik. Bu 19-sentabr 23-yil Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida doklad yoki nutq so'zlab bo'lgandan keyin Prezident Joe Biden va davlat ishlar kotibi Antony Blinken birlikda 5 davlat O'rta Osiyodagi 5 davlat boshliqlari bilan jam bo'lib suhbatlashgan, suhbat jarayonida so'zlangan nutq va turib qo'yilgan fikr. Qarşılamız Prezident Joe Biden, Amerika Qo'shma Shtatlari. Qarşılamız davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Bugun 21-asrning 20-yillarida Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyoga kirib kelishini, tarixdagi Xitoy jahongirligi bilan Rossiya jahongirligi o'rtasida dapsanda qilingan O'rta Osiyoga kirib kelishini olqishlaymiz. Qarşı alımız, qo'llaymiz biz Uyg'urlar. Biz ishonimizki Uyg'urning yangi hayot va yangi davri bugundan boshlab, yana qaytadan boshlanadi. Avvalgisi kishilik huquq davri, endilikda ehtimolli ichida Uyg'urning siyosat davri. Xalqaro siyosat davri mushu munosabat bilan boshlandi vatandoshim. Yani shundaqlar nima dedi? Masalan, Prezident Joe Biden shu yig'inda suhbat yig'inida mundaq ko'rsatdi. Birinchidan deyli, buni yinchiga ayirib oldik. Amerika O'rta Osiyodagi xavfsizlik mablag'ini ko'paytirdi. Demak, hozirgacha aminlik dedik. Osoyishlik ichida yashab keldi O'rta Osiyodagi davlatlar, 5 davlat asosligi dedik. Lekin yana boshqa masalalar yo'q degani bo'lmaydi, masalan, kishilik huquq sohasida. Mushundaq vaziyat yoki mushundaq real holatni ko'zda tutgan holda Amerika Qo'shma Shtatlari O'rta Osiyoga bexatarlik mablag'i solishni ko'paytirdi. Bu birinchi gap. Ikkinchi, Amerika xususiy shirkatlarning O'rta Osiyo rayoniga mablag' solish ishlarini va savdo tijoratni qo'llaydi. Mana bu bugungi kunda eng muhim masala. O'rta Osiyo quruqlik davlati dengiz okeanga chiqolmayotdi. O'rta Osiyo Iroq yaqindagi davlatlar bilan savdo munosabatlarini degidek o'rnata olmayotdi. Dal shundaq paytda endi Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Joe Biden dediki, xususiy shirkatlarning boshqa shirkatlarning O'rta Osiyoga mablag' solishini va savdo tijoratini qo'llaydi. Prezident Joe Biden'ning va'dasi. Birleşken Devletler Teşkilatı 19-sentabr umumiy yig'ini oralig'ida 5 davlat rahbarlari O'rta Osiyoga ko'rishgandagi bergan va'dasi. Shunga O'rta Osiyo rayonida yangi tipdagi xalqlik kon mahsulotlarining achilishiga zo'r ahamiyat berdi. Bu qaltis gap. Hurmatli Prezidentimiz Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden efendim men müşiyede o'qitishda men asli adabiyot ahli
Edebiyat ehli bu oxşıştı noksan buludu deydiğen bir gep var. Toluk oxşılmaydı deydiğen bir gep var. Men şunun asasen bolsun mu, kopallık bolmasa vatandaşım. Uygurlar arasındaki bir fikir, Uyguristan ve Orta Asya baylıklarını eğer Xitay taraz kılıdığan bolsa, taratxanaga yuguraydı. Orta Asya ve Uyguristan baylıklarını eğer Amerika ve Garp dünyası haclaydigan, açıdigan bolsa, ayğı çıkıdı deydigan hikmetlerimiz var. Keçirinler dünya dostlar kep kaldı. Söz doğru kep kaldı bir yerde çünkü Prezident Joe Biden dedi ki Orta Asya rayonunda yeni tipteki halkılık kan mesulatlarının içilişi zor ahmiyet verdi. Mana gel. En ahırda vatandaşım Joe Biden bu qatımqı söhbət yığınında, 5 devlet başlıkları söhbət yığınında ahırda şundaq dedi. Men yakın tarixda, yakın küllede Orta Asya cumhuriyetlerini ziyaret kıladigan arzu boyunca Orta Asya devletlerini ziyaret kılışım mümkün deb bildirdi Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden. Qarshi olamiz. Orta Asya'ya kelişinizde, kademinizden Orta Asya'ya koyuluşunu karşı alamiz. Amerika Qo'shma Shtatları prezidenti Joe Biden, Amerika tashqi siyosatining ve Amerika hamkorlik, iqtisodiy hamkorlik siyosatining Orta Asya'ya yetib kelishini qarshi olamiz. Prezident Joe Biden, Amerika Qo'shma Shtatları prezidenti. Shundaqli siz bu qatam 19 sentabr Birleşken Devletler Teşkilatı'na nutq so'zlaganda ikki cümle söz masalan dünyavi hamkorlik, shundaqla dünyavi ittifoqlik bugun ishga ochdi. Eng oxirgi palla barka, eng oxirgi qadam sifatida Amerika Qo'shma Shtatlari qadamini Orta Asyoga tashladi. Orta Asya endisining qad ko'tarish davri boshlandi. Bunun qad ko'tarish deganda tashqi siyosatda mustaqil bo'lish, savdo ticaretde başka devletlerle müstakil öz aldığı savdo münasebet alakası ornatoş ve şundaqla Amerika ve Garp dünyasının iktisat ramkisi, iktisat nazariyesi, erkin kapital, erkin cemiyet ve kanun bilen idare kılış, erkin bazar. Mana bu iktisat devri bugün Orta Asya'da başlandı. Şu münasebet bilen Uyguristan'ın yeni tarihi devri açıldı. İşinimiz ki Prezident Joe Biden hükümetinin Orta Asya siyasetinin terkibi kısmı Uyguristan meselesidir. Yakın Uyguristan meselesi bugünkü merkezde kaldı Orta Asya meselesidir. Kollayımız Prezidentimiz Joe Biden. Kollayımız devlet işlakatı ve Antony Blinken kaltısı yaxşı hizmet kılıp geldiniz. Hazırgıça kollayımız. Hem ikinci kıtım prezident bop sayılınıp Amerika Qo'shma Shtatları Aqsarayga kirişinizde kollayımız Prezident Joe Biden. Bana bu galiba 19. günü sözleme bugün şembege, yakşembege elip geldim. Tünüge şembe sözleydim. Bırak el ışkı makalı ciddi bopka kaşka bugün yakşembe koydum. Şekeri şembe, şekeri yakşembe söhbeti. Onun temisi Amerika Qo'shma Shtatları Prezidenti Joe Biden'ın tashqi siyosati, iqtisodiy siyosati, ittifoqlik siyosati, hamkorlik siyosati Orta Asyoga kirib keldi. Kollayımız Prezident Joe Biden. Endi Uyguristan meselesinin bu texmi konkret bo'lishini, konkret bir tarixiy ravishda, yani konkret ravishda o'ttirib qo'yilishini ümid qilamiz. Prezidentimiz Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Joe Biden efendi.